Xayrli kun do'stlar. Bugun sizlar bilan bir futbol to'g'risida gaplashmoqchi edim. O'zbekiston bilan Kanada o'ynadi. Do'stlik uchrashuvi. Juda ko'p videolarni ko'rdim, bilasizmi? O'zbekistonliklarni YouTube kanallarini ko'rdimda. Kimdir so'kdi, kimdir xullas har xil hatinglar bo'ldi. Har xil gaplar, kimlardir qanday to'g'ri aytsam, kimlardir yupatishga harakat qildi. Lekin men o'zimni bir ikkita fikrlarimni bildirmoqchi edim. Albatta ana shu yutqazishimiz 2-0. Bilasizmi, bu juda ham og'ir futbol ishqibozlari uchun, biza o'zbekistonliklar uchun juda ham og'ir. Menga asosan yomon ta'sir qildi. 2-0 Kanadaga. Lekin men kutgandim, bilasizmi? Qanaqa hisob desanglar, balki 1-1 yoki 2-2. Balki yutishimiz ham kerak edi. Lekin o'yinni tahlil qilsak, qaranglar qanaqa narsalar yuz berdi. Hozir bir tabiatga manzarasiga chiqdimda. Shu yerda mana shu video tahlilini sizlar bilan olib bormoqchiman. Yo'q, kulgi lekin Kanadaga yutqazganimiz juda menga ta'sir qildi. Endi bilasizlarmi, ozgina o'zim to'g'rimda aytsam, men O'zbekistonni o'yinini, umuman ichki O'zbekiston chempionatini mana bir 2 oylar, nima deyapman? 8 oylar bo'ldi-da. Ko'rishni boshlaganimga. O'tgan chempionatni oxiridan boshlab ozgina ko'rdimda. Ulgurdim ozgina. Oldin endi to'g'risini aytsam, menda informatsiya ham yo'q edi. O'zbekistonda futbol yaxshi bo'lgani to'g'risida. Xullas, Husanovni eshitganimdan keyin Shomurodov haqida oz-moz bilardim. Keyin Shomurodov Italiya chempionatidan kam chiqdi albatta. Ko'p sabablarga ko'ra. Lekin Husanov Manchester Cityga kelgandan keyin menda juda katta qiziqish paydo bo'ldi O'zbekiston futboliga. Endi menda har doim juda katta qiziqish bor edi. Lekin to'g'risini aytsam, oxirgi paytlar qaramay qo'ygandim. Chunki o'zlaringiz bilasizlar. Qaranglar. Endi qaramaganim sababi ancha bizning futbolimiz pastaydi. Mana hozir yuqori darajaga chiqdi. Men endi bilasizlarmi, 15 yil oldin, balki 20 yil oldin, 15-20 yil oldin O'zbekiston futboli to'g'risida gapirgandim. O'sha paytda bolalar treneri bo'lib ishlardim. Shunda men aytgandim. Bolalarni qaranglar kelishini. Davom etamiz futbol manzara. Xullas, men o'sha paytda Facebookda O'zbekiston futbolini juda kritikować qilgandim, to'g'risini aytsam. O'shanda aytgandim, O'zbekiston futboli borlikka bor. Ammo lekin fundamenti yo'q degandim. Bolalar maktabi yo'q, boshqasi yo'q. Bitta ikkita o'yinchilarni yoddan yig'ishadi, shu bilan bo'ldi. Mana hozir endi
o'sha biza orzu qilgan O'zbekiston fundamenti tayyor hozir. Futbol juda zo'r O'zbekistonda. Mayli Kanada bilan o'yinga qaytsak. O'zbekiston bilan Kanada o'rtoqlik uchrashuvi. Endi ko'p o'yinchilarni ismi familiyasini hali yaxshi bilmayman, to'g'risini aytsam. Lekin Husanov, Fayzullayev, keyin Shomurodov. 3 ta o'yinchini aniq bilaman va boshqa o'yinchilarni ham bilaman. Hozir sekin eslashim kerak. Endi bilasizmi, mana shu o'yinda qanaqa xatoliklarga yo'l qo'ydik? Nima bo'ldi asosan? Bitta joyda to'xtamasam. Yuqoriga chiqdim. Yuqoriga chiqishga sekin odam charchab qolar ekan. Endi Manchester City to'g'risida gapirib o'tirmayman albatta. Husanov endi bizani g'ururimiz. Husanov umuman barakalloh deyman Husanovga. Otasiga rahmat deyman Husanovga. Shunchalik zo'r o'yin ko'rsatib yuqori darajaga chiqqani uchun orqasidan ko'p o'yinchilar endi kelishadi, O'zbekiston o'yinchilari. Lekin bilasizmi, bir o'yinchini hozir esladim, Sayfiyev degan o'ng tomon hujumchisi ancha yaxshi o'yin ko'rsatmadi. Uni ozgina tarixini qaradim. Bir ikkita boshqa youtuberlar chiqarishdi tarixini. 8 ta trener almashgan, lekin hali ham o'ynaydi Sayfiyev deb aytishgan. O'yinni umuman uddala olmadi deb aytishyapti. Endi bilasizlarmi, Kanada o'yinni ko'rishga ulgurmadim-da men hammasini. Shuning uchun men qisqa epizodlarni ko'rdim. Juda og'ir bo'ldi, lekin menga bo'y berganmiz. Lekin mana shu ikkita gol oddiy gollar. Bittasi bir tepdi, endi Kanada hujumchisi tepgandan keyin bizani darvozabon reaksiyasi yetmadimi deymanda, oxirigacha ulgurmadi. Keyin xullas darvozani ichiga qaytardi-da. Men o'ylayman, darvozabonni xatosi bo'lsa kerak. Ham himoyachilarni ham xatosi, yaqinga ularni yaqinlashtirish kerak emas, umuman shtraf maydoniga yaqinlashtirish kerak emas edi. Shu narsalar juda xullas menga yoqmadi. Endi bilasizmi, agar O'zbekiston boy berib mazasi bo'lmasdan o'ynab yurganda ham mayli deb aytish mumkin, lekin hozir kuchli O'zbekiston, juda kuchli. Qanaqa qilib unaqa boy berish mumkin? Men haligacha tushuna olmayapman. Endi tushuna olmayapman desam noto'g'ri bo'ladi. Asosiy men bir narsani aytmoqchi bo'lib yurgan narsa, bilasizmi? O'zbekiston terma jamoasiga nima yetishmaydi hozir. Futbol darajasi, o'yinchilar darajasi juda yaxshi. Keyin ko'p youtuberlar aytishadi, O'zbekiston o'yinchilari charchab qolishadi, boshqa ularda fizika yo'q. Men bunga qo'shilmayman. Hammasi bor, ular trenirovka qiladi, boshqa qilishadi. Men o'zim ham yoshligimda ko'p trenirovkalarga qatnashganman. Bu narsani yaxshi bilaman demoqchiman. Sportda, yoshligim sportda o'tgan. Shuning uchun yaxshi bilaman. Fizika bo'yicha men o'ylamayman, ularda kamchilik bor deb. Bilasizmi, bizda nimalar kamchilik? Asosiy narsani aytay. Juda ham xohlardim shu narsani O'zbekiston UEFA, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasiga yetib borishini. Juda ham xohlardim men shu narsalarni butun o'zbek futbol komandalariga yetib borishini xohlardim, to'g'risini aytsam. Aytmoqchi bo'lgan narsam, bizda kombinatsionniy o'yin yetishmaydi. Oddiy kombinatsiya, bilasizmi? Oddiy.
Men aytmoqchi bo'lgan narsa bu hozir Yevropa futboliga o'tishimiz kerakda bizlar. Asosiy narsa men aytmoqchi bo'lib juda sizlar boshlaringizni qotirmayman albatta. Menga sal qiyin bo'lyapti gapirish. Anchadan beri gapirmaganman-da, YouTube'ga chiqmaganman. To'g'risini aytsam. Shuning uchun xullas kombinatsion o'yin deganda nimani nazarda tutyapsiz desangiz, shuni aytmoqchiman. Bizada Barselonani o'yini bizga juda ham kerak. Mana shu Barselonaning kombinatsion o'yini. Butun Yevropa o'tgan. Bu o'yin Barselona boshlab bergan demoqchiman-da. Bu ya'ni gandbol. Umuman ular gandboldan olishgan. Gandbol sistemasi. Maydonga yaqinlashib kelishadi, shu bilan boshlanadi. Pas berish, bir-biriga yaxshi kombinatsiya chiqmaguncha faqat pas berish. Bilasizmi? Mana shu pas berib, kombinatsiya orqali futbol shtraf maydoniga yetib kelish. Shu orqali uzoq tepadan pas berib yugurish, endi buni bir kamdan kam ishlatish mumkin. Agar uni faqat ishlatsak, hamma osongina bizani o'yinimizni o'rganib olishadi oldindan. Shuni yopib qo'yishadi. Himoyachilarni. Shuning uchun men aytmoqchi bo'lgan narsa, bizga juda ham kerakli narsa mana shu kombinatsion o'yin. Gandbol o'yini. Ya'ni birinchi bu gandbol sistemasini Barselona qo'llagan. Keyin o'zmoz Arsenal, o'sha paytda Arsen Wenger trener edi. O'sha Arsenalda u ham 100% qo'shmagandi-yu, lekin Arsenalda ham bu narsa bir 30% bor edi. Keyin men O'zbekiston klublarini o'yinini qaradim. Bir nechta O'zbekiston klublari bu narsani ishlatishni boshlashgan. Men ko'rdim, hatto birinchi ligada ham bor. Lekin hozir Superligani aytaylik. Menga kimlar qaysi komandalarda shu narsa ishlatishni men ko'rdim. Rasman asosan aytsam Navbahor ozgina ishlatdi. Lekin men hozir bir nechta komandalarni guruhlarni nomini aytaman. Bu demak ular hamma har doim ishlatishmaydi-da. Faqat kamdan kam protsent, bir 10%, 15% ishlatishadi mana shu gandbol sistemasini. Pas bilan sekin olib kelish, mana shu narsa juda ham kam ishlatishadi. Qaradim, misol uchun Neftchida bor ekan bu narsa. Ozgina ishlatishadi, lekin ko'p emas. Keyin Navbahor, Namangan klubi. Keyin Lokomotivda ko'rdim bu narsani. Va Nasaf komandasiga juda menda simpatiya uyg'ondi. Ularning o'yinini chunki eshitdim, hamma yaxshi o'yinchilar chiqib ketib, hozir yana yoshlardan jamoa yig'ishdi deb. Shunda ham o'sha o'yin sistemasi ularda ancha saqlanib qolganini ko'rdim-da. Tarqalishidan oldin ham ozgina ko'rgandim Nasafda o'yinni. Keyin men xullas Nasaf klubiga ancha simpatiya bor, chunki ular eks-chempion, O'zbekistonning eks-chempioni deb aytish mumkin. Xullas menga juda yoqdi bularning o'yini. Lekin asosiy narsa mana shu gandbol sistemasini butun O'zbekiston klublariga qo'shish. Endi ozgina 30% emas, o'yinni boshidan oxirigacha faqat mana shu pas bilan, uning uchun bilasizlarmi nima kerak? Bir sokinlik bilan pas berib, sabr toqat bilan bitta ikkita, bilasizmi, 4 ta pas, 5 ta pas birdan yugurib ketish, shu bilan koptobda oldirib qo'yish, bu hozir bo'layotgan voqeada. Endi men aytayotgan narsa gandbol sistemasi, yana bir marta aytaman. Uni bilasizmi?
darvozabon boshlab beradi u pas bilan. Shu bilan sekin himoyachilardan boshlanib o'rta himoyachilarga boradi. Shu bilan forvardlarga yetib keladi-da. Nima u sal tushuntirish qiyinroq bo'lyapti. Gunball sistemasi xullas. Aylanasiga to'p yetib borish kerak, aylanasiga. Mana shu sistemani biz ishlatishimiz kerak. O'zbekiston butun yoshlar bolalardan boshlab o'sha akademiyalarda ham shuni qo'llashimiz kerak. Gunball sistemasi desa, trenerlar birdaniga yaxshi tushunib olishadi bu narsani. Ular mendan yaxshi bilishadi buni. Lekin mana shu gunball sistemasini birinchi Barselona boshlagan. Shu narsa bilasizmi, bizning O'zbekiston terma jamoasida hozir juda ham kerak-da. Juda ham mana shu narsa kerak. Lekin bilmadim, Kanavara kelib shu narsani men shuni kutgandim Kanavaradan. Mana O'zbekistonga keldi. Shu narsani ishlatishni boshlaydimi desam, men to'g'risini aytsam, uni gapiga hech tushuna olmadim-da. Men deydi, keldim. Mana shu O'zbekiston komandasi bilan chempionatga ketamiz. Hech qanaqa bosim bo'lish kerak emas, xo'p, tushunarli bosim bo'lish kerak emas. Men ko'p narsani, hech narsani o'zgartirmadim, borligicha qoldirdim. Men shu narsaga tushunmadim. Nimaga borligicha qoldirdingiz? Siz trenersiz. Men umuman to'g'risini aytsam, shu narsaga menda haligacha katta tushunmovchilik bo'lyapti, bilasizlarmi? Men tushuna olmayapman. Trener keldi Yevropadan. Men shu sistemani hech bo'lmaganda yarim yil ichida bemalol terma komandaga qo'shish mumkin edi. Mayli, shunaqa bo'libdi ekan. Xullas, men endi juda ham kritika qilmoqchi emasman, lekin borini aytmoqchiman, bilasizlarmi? Bor narsani. Kanavara mana shu narsani qo'shmadi. Yevropadan keldimi? Demak, o'sha gunball sistemasini bizning terma jamoaga qo'shish kerak edi. Hozir shu narsaga yetishmayapti bizada. Yana nima to'g'risida aytmoqchi edim. Keyin yaqinda bir ikkita uchrashuvlarni ko'rdim-da. Janubiy Koreya bilan Kolumbiya o'ynadi. Kolumbiya bizning gruppamizda o'ynaydi. Kolumbiya futbol komandasini bilasizlar endi. Kuchli. Ya'ni o'zbekistonliklarni nima desam, youtuberlarni quloq solgandan keyin bir xilda menda kulgi ham paydo bo'lyapti, bilasizlarmi? Bitta youtuber boshlaganda Kolumbiya juda bizlar uchun danger guruh deb shunaqa bizani aniq yutishi degandaqa. Bu noto'g'ri gap. Janubiy Koreya yaqinda o'ynagan o'yinni ko'rdim. Kolumbiya bilan 2-2 o'yin tugadi. Lekin o'yinning oxirida ikkita golni urolmasdan qolishdi. Uzr. Bir xatoliklar bo'ldi-da endi xullas. Koreya tomonidan. Bo'lmasa ular 4-2 yutishi mumkin-da. Keyin o'yinning oxirida bilasizmi? Kolumbiya faqat himoyaga o'tdi. Asosan himoyada bo'ldi. Ko'proq hujumga Janubiy Koreya o'tdi. Nima biz Janubiy Koreyada o'yna olmaymizmi hali? Bizda ham kuchli hozir O'zbekiston o'yinchilari. Faqat men qaradim, 35 yoshli o'yinchilarni u yoqqa olib borish endi bu xatolik. Nima kerak edi 35 yoshlarni olib borish kerak edi. O'sha yoshlar o'ynab, keyin ularni aniq Yevropa komandalari o'zlariga taklif qilishardi. 35 yoshli o'yinchini hozir birinchidan ular Sayfiyevni misol uchun aytsak. O'yinchi birinchidan yoshi 35 da. Ikkinchidan bilmadim, yaxshi o'yin ko'rsata olmayapmiz. Uni hech kim olmaydi ham, yoshi ham yetib borgan futbol
futbol pensioneri deyish mumkin. Endi xafa qilmoqchi emasman. Bo'rini aytaman. Aniq bor narsani aytaman do'stlar. Ko'proq yoshlarni olish kerak edi. Chunki o'yinchilar jahon chempionati tugagandan keyin boshqa komandalardan, boshqa mamlakatlardan takliflar tushardi. Bilasizlarmi? Chet elga bizani o'yinchilar legioner bo'lib ketishsa, bu terma jamoa uchun katta ahamiyatga ega. Keyin Kanavarani yana bir gapib eshitib hayron bo'ldim. Hozir deydi jahon chempionatiga boramiz, o'ynaymiz, bizga bosim bo'lish kerak emas. Asosiy narsani men hozir deydi Osiyo chempionati haqida o'ylayapman. Bu gapi umuman menga yoqmadi. Bizlar tarixda bir marta jahon chempionatiga chiqdik. Bilasizmi? Keyin ham men orzu qilaman chiqishimizga. Lekin hozir biza chiqqan paytda bilasizmi? Yangi bizga futbol tizimi deydimi, sistemasimi? Yaxshi, xullas men aytgan kombinatsionniy o'yin kerak edi.